Osmonim siz halolingizman, yashab turgan niholingizman, juftingizman, halolingizman. Menga sodiq yor bo'ling begim, baxtimga siz bor bo'ling begim. Begim sultonim, sizni bugungidek shukrona kuningiz bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Doimo birgalikda farzandlarimizni baxtu kamollarini ko'rib yashamoqlik nasib ro'z aylasin deya Muzaffar akani axlat yo'llari qolaversa farzand ne'matlari yaqinlari bilan birgalikda tabriklarni o'z egalari tomonidan yetkazmoqdamiz. Alhamdulillah. Alo, Alo. assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugungidek shukronalik ayyomlarini qarshi olgan Samarqand viloyati Urgut tumani Ipakli mahallasi istiqomat qiluvchi Muzaffar aka bilan bog'landikmi? Ha. Akajon sog' omonmisiz, ahvollaringiz yaxshimi? Bugungidek qutlug' kun, ro'za Ramazon oylari qolaversa bahor faslida qarshi olgan tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. O'zlaringizdan bayramlardan tabriklayman. Rahmat, tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Avvalambor Allohimiz uchun suyukli banda, suyukli payg'ambarimizga chin ummat bizlarga esa ne'mat bo'lgani qarshi olgan 32 yoshingiz muborak bo'lsin. Ushbu yangi yoshingiz siz uchun yil davomida baxtli va go'zal bo'lgan lahzalar ila o'tmoqligini tilakdoshimiz. Allohim in'om etgan har bir kuningiz xayr va barokatlarga, sog'lik va go'zal amallarga, bu dunyodagi eng go'zal bo'lgan sahifalarga boy bo'lmoqligini tilakdoshimiz. Rahmat. Ilohim o'ylagan har bir orzu niyatlaringizga bekam ko'z erishib yashamoqligingizni tilakdoshimiz. Ayni soniyalarda sizni Telegram messenjerlar orqali ish faoliyatini olib borayotgan loyiha O'zbekiston bo'ylab, butun davlat bo'ylab ish faoliyatini olib borayotgan loyiha Shukrona tabrik loyihasi ijodkorlari siz bilan g'oyibona suhbatda bo'lib turgan shu loyiha suxandoni Gulchehra Baxtiyorovna bo'laman. Muzaffar aka, ushbu kun ayni soniyalarda sizni bezovta qilar ekanmiz. Siz kutgan va kutmagan qalbga yaqini bo'lgan mehribon insonlaringizdan aynan birlari bizga murojaat qilgan ekanlar. Biz uchun juda ham qadrli bo'lgan insonimizni tavallud topgan kunlari. Chiroyli qilib tabriklarimizni, dil izhorlarimizni samimiy ohangda o'qib eshittirasiz deya qalblardan chiqqan go'zal tilaklarini chaqqon qo'llar ila yozib bizning loyihamizga, bizning dasturimizga murojaat qilgan ekanlar. Xo'p. Aynan Muzaffar aka, ular kimlar bo'lishligi mumkin? Kimdan ko'proq kutmoqdasiz? Opalarim bo'lishi mumkin. Yana kim? Jiyanim bo'lishi mumkin, keyin ayolim bo'lishi mumkin. Keling sizni opa singillaringiz, jigarlaringiz nomidan Akam